2026-yilgi Chevrolet Impala zamonaviy dizayn, kuchli texnologiya va yuqori darajadagi qulaylikni o'zida mujassam etgan holda yana avtomobil bozoriga qaytmoqda. Yangi avlod Impala yanada agressiv tashqi ko'rinish, keng salon va samarador dvigatel variantlari bilan ajralib turadi. Old qismida keng radiator panjarasi, zamonaviy LED faralar va aerodinamik bamper avtomobilga sportchi ruh bag'ishlaydi. Kuzov chiziqlari silliq va dinamik ko'rinishga ega bo'lib, yo'lda o'ziga xos nufuzni namoyon qiladi. 2026 Chevrolet Impala nafaqat tashqi ko'rinishi, balki ichki jihozlanishi bilan ham e'tiborni tortadi. Salon qismi yuqori sifatli materiallar bilan bezatilgan bo'lib, keng o'rindiqlar va ergonomik boshqaruv paneli haydovchi hamda yo'lovchilar uchun maksimal qulaylik yaratadi. Raqamli instrument panel va katta sensorli multimedia ekrani Apple CarPlay hamda Android Auto tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, simsiz quvvatlash, premium audio tizim va ko'p zonali iqlim nazorati mavjud. 2026-yilgi Impala oilaviy sedan sifatida keng orqa o'rindiqlar va katta bagaj hajmini taklif etadi. Bu esa uzoq safarlar uchun ayni muddao. Texnik jihatdan yangi Chevrolet Impala bir nechta dvigatel variantlari bilan taqdim etilishi kutilmoqda. Asosiy versiyada tejamkor turbo benzinli dvigatel, yuqori komplektatsiyada esa kuchliroq va 6 yoki gibrid variant bo'lishi mumkin. Avtomat uzatmalar qutisi silliq va tezkor almashish imkonini beradi. Bu esa yoqilgi samaradorligini oshiradi. Yangi platforma tufayli avtomobil yanada barqaror boshqaruv va yumshoq yurish xususiyatiga ega. Old va orqa mustaqil osma tizimi yo'ldagi notekisliklarni samarali yutadi. Xavfsizlik tizimlari ham yangilangan bo'lib, adaptiv kruz nazorati, avariya oldini olish tizimi, kor nuqta nazorati, yo'l chizigini ushlab turish assistenti va 360 darajali kamera kabi funksiyalar bilan jihozlangan. Chevrolet Impala 2026 modeli zamonaviy haydovchi yordamchi tizimlari orqali xavfsiz va ishonchli harakatni ta'minlaydi. Mustahkam